Farg'onaliklar uchun ajoyib yangilik. Qo'g'irmani yangi filiali ochildi. O'rtoqlar, qayerda deysizlarmi? Lokatsiyasi Farg'ona shahar. Flagmanda ko'pchilik bilan Muhayyo chorrahasi bilan birgalikda Raksana tomonga burilganimizda yo'lda bo'yida joylashgan yangi Novostroykani birinchi qavatda. Qaranglar, nimalar bo'lyapti bu yerda? Norin, Perashki, Saksga testi, chubureylar bo'lib bemalol kelaverasizlar. Soat ertalab 5 dan, ertalab zavtriki soat 5 dan, tungi soat 13:00 gacha, ya'ni 1:00 gacha ishlashyapti. Tungi. Hozir zaldan olib kirib ko'rsataman, video shoshilmasdan ko'ringlar. Perashkani yaxshi ko'ring, o'rtaga video tashlab qo'yib, bemalol kelaveramiz. Katta zali bu tomonda. Bu tomonda ham zali. Hamma bu yerda o'z-o'ziga xizmat qiladi, ya'ni choy bepul, souslari bepul. Bemalol keladi. Bundan tashqari aytganda, saska testlar, perashkalarni 2 xil 3 xil bo'ladi. Ya'ni go'shtdagi kartoshkali, saska testlar, chubureylar bo'ladi. Gumma qilishadi. Gummani ham Toshkentda ham gumma yemagansiz. Bemalol kelaverasizlar. Like bosib, video tarqatib, pastda akkauntlari bor, obuna bo'lib qo'ysangiz, yangi aksiyalar haqida ma'lumot bilib borasizlar. Bilasizlar, yana bitta filial bor, 9-maktab turib borasiz. Like bosib kelaveramiz.